Mirzo Ulug'bek tumanida bugun yana yangi obyektimiz chiqdi. Uyimiz juda ham zo'r qurilgan uylarimizdan biri hisoblanadi. High-tech uslubida qurilgan uylarimizdan biri. Bu darvozxonasi bo'ladi. Darvozxonasini bir ko'rsangiz bemalol bitta mashina yo ikkita mashina bemalol sig'adigan joylardan biri. Sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Bu yerda ham xuddi o'shunaqa darvoza qo'yilib ketilgan, tepaga ochiladigan. Ko'rasizlar qanaqa bo'ladi o'zi deb ko'p odam so'raydi. Mana bu yerda hozir bizda yarim ochiq qoldirib qo'ydik. Buni ko'rsanglar bukladi. Yuringlar endi sizlarga hovlisini ko'rsataman. Hovlisiga qarasanglar, bir ham chiroyli qilingan, yashil hududlargacha qilib ketilgan. Uyimiz 5 sotudan iborat hisoblanadi. 6 ta xonasi bor. Uyimiz bir ham shikarniy qilib ketilgan. To'g'risini aytaman. Hovlisini ko'rsanglar, mana bu qaranglar, vodopadlargacha qilib ketilgan. Xuddi minimalizm stilda qurilgan uylardan biri hisoblanadi. Endi sizlarga qisqacha hovlisini obzor qilib beraman. Barbekyu zonasiga e'tibor bersanglar, mana bunisiga e'tibor bering. Чисто amerikanskiy stilda qilib ketilgan. Amerikada bilasizlar, bir xil kinolarda xuddi shunaqa shashlik, har xil mangalni yana qilishadi. Xuddi shunaqa hisoblanadi. Uyimizda endi bu yerda mana bu tomonda zimniy oshxonasi hisoblanadi. Zimniy oshxonada yozgi oshxonaga chiqib ketadigan kattagina panoramli oyna qilib ketilgan. Endi uyimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu uyimiz narxi $1,5 million deb narxlandi. Pastda telefon nomerlarini qoldirganman. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.